Nargiza Davlatova uzoq yillardan buyon boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Ish faoliyatimni 1996-yilda shu dargohda boshlaganman. Kasbga bo'lgan qiziqishi oilaviy muhitda shakllangan. Pedagoglar oilasi hisoblanamiz. Oilada 5 farzand, hammamiz pedagog, o'qituvchi bo'lib ishlaymiz. U boshlang'ich sinf o'qituvchisini bolaga yo'l ko'rsatuvchi muhim shaxs deb biladi. Boshlang'ich ta'lim ustozi bo'lishda birinchi bo'lib bolamni ko'zidagi chaqnab turgan sizdan nimanidir o'rganaman degan savoliga to'g'ri javob bera olishimiz kerak. Uning samarali mehnati e'tirof etilib, yetakchi pedagog sifatida faoliyat yuritmoqda. Shu bilan mana tumanimiz hokimi qo'llaridan taqdirnoma bilan taqdirlandim. Kasbiy rivojlanish kuni, kasbiy rivojlanish soatlari mashg'ulotlarida men maktabimiz nomidan yetakchi ustoz sifatida qatnashdim. Ta'lim jarayonida ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali samaradorlikni oshirishga erishmoqda. Ota-ona uyda tarbiya bersa, o'qituvchi ta'lim beramiz ham tarbiya beramiz. Shu ota-onalar bilan hamkorlikda suhbat olib borganimda o'quvchilarni o'zlashtirishda ma'lum paytda pasaygani, ma'lum paytda yutuqqa erishgani ochiq-oydin aytaman. Ota-onalarni pasaygan, o'zlashtirishda ozgina susagan paytda to'g'ri qabul qila olishsa, shundan xursand bo'laman deb hamkorlikda mening tomonga o'tishlarini xohlayman. U o'qituvchi sifatida qilayotgan fidokorona mehnatining samarasini o'quvchilarning erishayotgan natijalarida ko'radi. O'qituvchining eng baxti o'sha shogirdini, o'quvchisini muvaffaqiyatga erishgani. Avazbek Salohiddin o'quvchim hozir bir nechta davlatni yetakchi universitetlarga imtihonsiz oldindan talabalik baxtiga sazovor bo'libdi. Bu yutuqqa erishingizda kimni mehnati deganda men ustozim Nargizoyam deb gapirdi, uni eshitdim va men shundan to'lqinlanib ketdim. O'qituvchilikdan qadr topdim. O'z o'rnimni topdim hayotda. İnsanların mehriga sazovor bo'ldim. Shu yil 8-sinfimni chiqarmoqdaman. Har bir sinfda 30 35 tadan o'qitgan o'quvchilarim meni farzandlarim. Nargiza Davlatovaning fidokorona mehnati va mas'uliyatli kelajak avlodni barkamol etib tarbiyalashda muhim o'rin tutmoqda.